Hammaga assalomu alaykum. 27-may kuni analiz. Anchadan beri analizlarni qilganim yo'q. Endi harakat qilaman har kuni chiqarishga va natijani ko'rsatishga. Instagramga ham bo'ladi, Telegramga ham bo'ladi. Hammasini ko'rsatib borishga harakat qilaman. Quruq bla 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 emas, a rezultat. То есть analiz bo'yicha ishlash qanaqa ishlab beradi, qancha ishlab beradi, qanday qilib ishlab beradi, hammasini ko'rsatishga harakat qilaman. Itak boshladik. Tak, indeks dollar. Bizga bitta kanalimiz bor. Men bunaqa kanaldan chiqib ketish yo'q, bu yerdan biz olib ketdik mana bularni. Это хорошо. Qayergacha borish mumkin? Men buni ham olib ketishga harakat qilishim mumkin. Bugun nima bo'ladi? Bugun menimcha davomi ham bo'lib qolishi mumkin bo'lar edi, lekin kanalimizdan chiqib ketgan, salgina yana bir marta borib kelish ehtimoli bor. Посмотрим, может быть, mana bularni ham olib ketishga harakat qilamiz. Agarda bugun mana bu yerdan chiqib ketsa, Tak, sell zonamiz. Mana bu joy bor. Buni hozircha yo'q qilamiz. Sell zonamiz indeks dollar bo'yicha birinchi sell zona va ikkinchi sell zonamiz mana bu joydan bor. Men minimumlarni, то есть skalpellarni ko'rsatmayman, salgina sredniy yuraverayotganini ko'rsatib boraman. Tak, indeks dollar nima qilishi mumkin? Bu yerdan ishlab ko'rish, harakat qilsa bo'ladi, lekin menimcha не очень ideya bo'ladi. Hozirchalik faqat sell zonamiz bor. Borib kelsa yaxshi, bu yerdan ozgina ishlab olsak bo'ladi. Trendimiz davom etyapti pastga, так что bu yerdan ancha pastga yana ketib qolishimiz mumkin. Kamida mana buni olib ketishga harakat qilamiz. Tak, yevro dollar bu ham kanalga o'xshagan narsani qilib boryapti. Indeks dollar qilib borsa, bu ham qilaveradi. Tepacha borib kelishimiz mumkin. Mana bu joylarni olib ketib, keyin yana bir marta sellda ko'rsak bo'ladi. Sellda ham iltimos tasdiq bilan olib ishlasangiz bo'ladi. Yo birdaniga, yo bunday qilib keyin pastga ketishga harakat qilamiz. Mayda time frame'larda, по-любому mana buni olib ketib, buy zonamiz mana bu joy bor. Mana bu joydan buyga harakat qilib ko'rsak bo'ladi. Mana bu joydan как scalping maydaroq yurib berish ehtimoli bor. Mana buni birinchi olib ketsin, keyin harakat qilsak bo'ladi. Mayda kanalda ichida kirib qolyapti. Так что bunga ham e'tibor berishimiz kerak. Mayda kanalcha ham bor. Kanaldan chiqib ketsa yana ozgina yurib berish ehtimoli bor. Tak, davomi GBP USD. GBP USDga hozirchalik sell zona yo'q desa ham bo'ladi. Mana bu joydan salgina bo'lsa ham bor, o'shani ko'rsak bo'ladi. Agarda tasdiq bersa, bu yerdan ishlab olsak bo'lar edi. Bunday qilib, как вариант, да. Почему нет? Kanalimiz bor, kanaldan chiqib ketdi desa ham bo'ladi. Tak, kanalda tepasini ham ko'raylik bir. Давайте bunday qo'yib qo'yaylik hozirchalik, keyin dальше davomini ko'ramiz. Bu yerdan yana bitta variantni chizib olishim mumkin. Если что. Tak, kichkinaroq time frame'larda buy zona faqat pastga ko'ryapman. И to riskli zonalarimiz, chunki bu yerdan yig'ilgan edi. Agarda o'tgan safar eslasangiz, kim ko'rgan bo'lsa, GBP/NZD ga analizda beruvdim. Mana hali ham qoldirdim spesialni. Mana bularni hammasini olib ketishga harakat qiladi. Tak ketdi olib ketishga. Поэтому bu yerda ham harakat qilib ko'rish mumkin bitta yo'li bilan olib ketib. Так, buy zonalarimiz bor, как вариант.
как вариант и как вариант. To'rtta zona bor. Har bittasi ham ishlab berishi mumkin и qarab turamiz, birontasi ishlab bermasligi ham mumkin. No, tasdiq bilan olsak bo'ladi. Selni mana bu joylardan kutib turaman. Tak, stop, orqaga qaytaramiz. Mana bunday qilib ishlab olsak bo'ladi. Audiozda zo'rgina qaytish bergan edi. Bayga ishlab olish uchun M15 ga ko'raylik birinchi. Bayga ishlab olish. Qarang, yana mana bu yerdan yig'ilib qolgan. Hammasini olib ketishi mumkin. Tем более bu yerdan hozir bunaqa narsa bo'lganda накопление bo'lib qoluvdi. Накопленияni ham chiqarib taylab, keyin yurib berish ehtimoli bo'ladi. Bu yerdan ham tushtirish ham teppaga ketib qolishi mumkin. Mayda time frame'ni ko'rsak, может быть, mana bunaqa variantni ham ko'ramiz. Как вариант. Как вариант kanaldan chiqib ketib, может быть, yurib berishi ham ehtimoli bor. Hozirchalik sell zona katta time frame'ga to'g'ri keladi ko'rishga. Sell zona faqat mana bu joydan bor ekan. Mana bu joy bilan mana bu joyda belgilab olaman-da. Qarab turamiz. Birinchi zonani olib ketib bo'ldi уже. Buni yo'q qilamiz. Bu yerdan ishlab olsa ham bo'ladi. Sell zona agarda bugunga kelsa, harakat qilib ko'rishimiz mumkin. Bu yerdan ehtiyotroq bo'lamiz, hammasini birdaniga olib ketish ehtimoli bor. Hozircha ideya bunaqa. Dальше NZD birdaniga ko'zga taylandi zonamiz. Bu yerdan ham ishlab olsak bo'lar edi, ikkalasini ham olib ketdi. Kecha rasimga ko'rsatgan edim. Bu yerdan esa nimamiz bor? Tak. Mana bu narsa ko'zga taylanyapti ozgina bo'lsa ham. Ichiga kirib boryapti. Может быть, bu yoqqa ham borib keladi. Buy zonamizda bunisini chizib qo'ydim. Qaysi biriga kelib qolsa, o'sha yoqdan bironta harakat qilib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Sell zonamizda katta time frame'dan ko'rishimizga to'g'ri keladi. Sell zona bitta sell zona bu olib ketilmagan edi. Mana bu joydan harakat qilib ko'rishsak bo'ladi. Tak, bu yerdan esa tasdiq bilan тоже harakat qilib ko'rsak bo'ladi. 5 minutligiga уже bizga bayga signal bergan edi. 5 minutligiga signal bergan edi. Qarab turamiz. Tak, USDCAD mayda time frame'ga hech narsa yo'q. Xohlamayman ham. Tak, mana bu zonamiz bor. Ancha uzoq ketib qoldi. 4 soatligiga tем более. Buy zona 4 soatlikdan, sell zonamiz 4 soatlikdan, 4 soatligiga analiz qilsanglar, M30, M15 ga tasdiqni ko'rishimizga to'g'ri keladi. Yana bitta sell zonamiz bor ekan. Tak, bu yerdan buyga hozirchalik variant judayam kam. Buyga variantni ko'rmadim hozirchalik. Bu yerdan bizga kanalimiz bor. Kanalning ichida yana kirib qolgan, bu yerdan urilgan. No, пока что yoqmayapti, to'g'risini aytsam. Так, USDCAD da, пока что ishlash yoqmayapti. USDChef olib ketdi, yo'q. Bugun mana buni olib ketsin. Bu yerdan harakat qilib ko'rsak bo'ladi, agarda olib ketsa yana. Bunaqa narsani ko'rib bordim. Hozirchalik bunday qoldiramiz. Так, дальше nimamiz bor? Sell uchun zona. Bunday olamiz. M15 ga ko'rib, buyga ham o'shanday harakat qilib ko'rishsak bo'ladi.
yaxshi bo'laydi agarda kanalni pastigacha borib kelsa juda ham yaxshi bo'lar edi. Bu уже chiqib ketdi. Bu yoqdan uncha hech narsa ham yo'q. Buni yo'q qilaman. Так. Пока что bunaqa hozirchalik boshqa ideya yo'q. Yevro GBP. Yevro GBP kutib turdim, tepaga qarab kutib turibman hali ham. Mabodo borib kelishi ham mumkin. Borib kelish ehtimoli bor, yo'q emas. Tak, sell zona. Bizda bitta sell zonamiz bor, ikkinchi sell zona uncha. Mana bu yerdan ham sell zonamiz bor. Buy zonani kattaroq time frame ga ko'rishga ehtimoli yuqoriroq joyi mana bunisi bilan mana bu yoqqa yana bitta pastga bor ekan. Ikkalasini olib ketsak keyin buyga tak, sellga esa zona только mana bu joydan juda ham uzoq, поэтому harakat ham qilmaslik mumkin. Tak, buni ikkalasini olib ketib, bunaqa bu yoqdan qaranglar, bu joy bizga ishlab bermasligi ham mumkin. Riskli zonamiz, chunki 5 minutlikdan kelyapti. 5 minutlik ishlab berishi salgina yaxshi emas. Mana bu ne bo'lib qolishi mumkin. Salgina tepaga chiqib. Hozircha bunaqa bayga variant hozirchalik. Только вот здесь sell birinchi variant, sell ikkinchi variant. Ikkalasidan ham ishlab ko'rsa bo'ladi. GBP NZD. Tak, bu yerdan уже pastga qarab tursa ham bo'ladi. Yorvordi. Kanalimizda yordi. Bu yerdan mabodo bunaqa ham qilib ko'rib, keyin pastga kutib turaman. Agarda borsa. Bu yerdan nimamiz bor yana? Tim bo'li bu kanalda ham yoruvtib ketdi. Bu yerdan pastga kutib turaman, to'g'risini aytsam. Может быть, hozir limitlarni ham tayyorlab qo'yaman. Mana bu joyga, mana bu joylar ham qaraymiz. Может 5 minutligiga kutib turamiz, biron nimani chiroyliroq narsani bervorsa. Ну, как minimum trend liniyani buzsa, salgina ishlab olsak bo'ladi. Tak, asosiy sell zona bor. Kattaroq time frame ga ko'raylik. Buy zonamiz olib ketmadi и mana bu joyda ham belgilab qo'yamiz. Bular asosiy buy zona. Tak, sell zonani teparoqqa yana borsa, уже mana bu joylargacha ham borib kelishi ehtimoli bo'ladi. Bugungi kuni, bugunni o'ziga. Bugun borib kelsa, erta ham mabodo o'zgarish ham bo'lib qolishi ham mumkin. GBP out. Tak, GBP out. Sell zonani belgilab qo'yaman, qaranglar. Impuls bilan chiqib borsa, bizga hech narsa bo'lmaydi, lekin impulssiz astagina chiqib boraversa, harakat qilib ko'rsak bo'ladi. Как вариант. Что если bunaqa qilib yuborsak-chi? Baribir tepasini ham tegmadi. Tak, birinchi sell zona, ikkinchi sell zona mana bu yoqqacha harakat qilish kerak. Buy zona 1, buy zona 2. Bu yerdan mana bu joyda ham olib ketish ehtimoli bor. Har bittasidan ketib qolishi ham mumkin. Ehtiyot bo'lamiz. Bu birinchi zonamiz, bu ikkinchi zonamiz, bu uchinchi zonamiz. Buyga esa вот так вот qaraymiz. И вот такой. Faqat iltimos tasdiq bilan ishlab ko'ringlar. GBP katga to'g'risi hozirchalik hech narsani ko'rmadim, qaramadim ham normalligina. Cho'tta to'g'risi para yoqmayapti ham. Nimaga deysanglar bilmadim, qanaqadir flat holatga o'xshaganday. Buy zonamiz agarda bugun kelib borsam, bunaqa qilib ishlab ko'rsa bo'ladi. Yoki mana bunaqa ishlab ko'rsa ham harakat qilib ko'rsa bo'ladi. Yana bitta buy zona и ну всё. Sell zonamizda
Tak, asl zona bu yoqdan yo'q. Bu yoqdan ishlash qiyin masala ham. Tak, buni olib ketdik. Mana bunga harakat qilib ko'rishimiz mumkin. Даже mana bu yoqqacha borib kelishi ham mumkin. И mana buni olib ketishga harakat qilishi mumkin. Bu yoqdan уже kattaroq time frame'ga e'tibor berishimiz kerak. Tak, chiroyligina urildi. Bu yoqdan svoy kanal, bu yoqdan yana mana bu joygacha borib kelish ehtimoli bor. Yo'q emas. Qaraymiz, ko'ramiz, vaziyatga qarab ishlaymiz. Даже mana bunaqa ham bo'lib qolishi mumkin. Chiqib ketsa, qaytishdan harakat qilib ko'rsa bo'ladi. Euro out. Euro out. Bu yoqdan chiroyli olib ketdi, ancha yurib berdi, zo'r. No. Analizga kirmagan. Tak. Bu ham уже tepaga yurishni boshladimi deyman. Bu yoqdan hech narsa yo'q ham. Tak, buni hozircha yo'q qilaylik. Qaysi par edi? Euro out. Euro out edi. Bu yoqdan ham chiqib bordi. Bu yoqdan ham harakat qilib ko'rsa bo'ladi, bundagina ishlab olishga, agarda ruxsat bersa. Tak, bularni hammasini o'chiramiz, kerak emas bizga. Davomiga bunaqa qilib ishlab ko'rsak bo'ladi. Buy zonamiz birinchi zona, ikkinchi zona. Sell zonamiz agarda tepaga yuraversa, faqat mana bu joy bo'ladi. Juda ham tepaga, поэтому ehtiyot bo'lishimiz kerak. Euro outga esa hozir уже qarab turish kerak. Low'ni buzuvsa, keyin biron nima qilsak bo'ladi. Kamida trend liniyani buzib o'tish kerak. Bunga men qaramayman. Mana bunaqa narsani qivorsa, keyin yaxshi bo'ladi, bizning uchun kirish ham bo'ladi. Evrocad. Tak, Evrocadga nima bor ekan? Negina kelib qoldi. Bu yoqdan kanal yana bir marta chizib berish ehtimoli bor. Buni hali olib ketmadik. Это хорошо, yana bitta vaziyat bo'ladi bizga ishlab qo'yishga. Sell zona, buy zona. Tak, bu yoqdan yana bitta buy zona, no уже kattaroq time frame'ga ko'rishimiz kerak bo'ladi. Kattaroq time frame'ga tasdiq bo'lishi shart. Agarda mana bunaqa qilib yorsa, to bunday ishlab ko'rishimiz ham mumkin. Как вариант. Так. Katta time frame'dagini ham buzib o'tgan, qaytish ham bergan, yurib berganim. Bizga kerak emas variant. Tak, Evrocadga to'g'risi uncha ideya hozirchalik yo'q deysa ham bo'ladi. To'g'risi yoqmayapti hozirchalik. Euro NZD. Chiroyligini olib ketdi. Sell zonamiz bor. Ishlab ko'rsak bo'ladi. Buy zonamiz bor. Ishlab ko'rsak bo'ladi. Yana bitta buy zonamiz bor. Bu tomondan ham harakat qilib ko'rsak bo'ladi. Yana bitta sell zona. Вот так вот. Вот так вот. И все. Boshqa variantni hozirchalik ko'rmadim. Bu yoqdan turish ham pastga ketish ehtimoli bor, yo'q emas. Bizga bu yoqdan buzib o'tgan, bu yoqdan bizga bunaqa narsani qilib bergan. Посмотрим, может tushirish ham mana buni olib ketibdi. Hozirchalik 5 minutlikni olib ketibdi. 5 minutligiga hozirchalik tasdiq bo'lmagan. To'g'risi yoqmayapti. Mana bu joydan может быть ishlab ko'rish harakat qilib ko'rsak bo'ladi. Zonamiz bor, kelsa ishlaymiz. To'g'ri, tasdiq bilan birga. Tasdiqsiz kirish mumkin emas. Tillojon. Tak. Tillo hozirchalik ni tуда, ni sуда, даже 5 minutliga ham hech narsani ko'rmadim, to'g'risini aytsam. Kanal ham yo'qda.
faqatgina mana bunaqa Osiyo kanal bo'ladi. Faqatgina mana bunaqa Osiyo kanal bo'ladi. Kanaldan chiqib ketish yo'q. Bu yoqdan kanaldan, bu ham kanal emas edi. Kanaldan chiqib ketish bor, ehtimol yuqori ketib qolishiga qaytish ham bergan edi. Так что tepa ehtimoli bor. Yo'q emas. Da. Sell zonamiz kattaroq time framedan ko'rishimiz kerak. Sell zonamiz ancha tepaga ekan. Bugun shturish ham borib kelishi ehtimoli bor. Yo'q emas. Taxmin mana bu joylar. Agarda bugun yana bir marta mana bu joyga kelsa, bu yoqdan уже bayga qidirish mumkin bo'ladi. Так, а что если mana bunaqa ishlab olsak-chi? Riskli bitta zonamiz bor. No, bilmadim. Это или da ili birdan yozib qo'yaman. Tak, yana bitta zonamiz mana bu joy bor. Bu ham ishlab berish ehtimoli bor, yo'q emas. Mayda time frame 5 minutlilarda qarab o'tiraman. E'tibor beringlar, 5 minutli time frame bu. 5 minutli degani biza scalp qilishimiz uchun. То есть qisqacha сделка 1 ga 2. 1 ga 2 olib ketishga. Agarda impuls mana bunaqa ketib boraversa, biza уже harakat qilmaymiz. Kumushjon, nima bor ekan kumushga? Undan ham battar yoqmayapti boga. Sell zonamiz bor, kanaldan chiqib ketsa harakat qilsak bo'ladi. Qanaqa qilib? Mana bunaqa qilib harakat qilib ko'rsak bo'ladi. Buy zonamiz bu yoqdan bor, sell zonamiz mana bu joydan bor. Ikkita variantdan qarab ish qilishimiz mumkin. И bu yoqdan ham как-то вот так вот qaytishga salgina ishlab olsak bo'ladi. Zona bor, qaraymiz, zona kelsa ishlaymiz. Так, bu 5 minutli time frame, так что ko'p yurib bermaslik ham mumkin. 5 minutli time frame scalp uchun aytib qo'yay. Bu yoqdan esa buy zonamiz mana bunaqasiga qarab tursak bo'ladi. Bu joy bilasizlarmi nimasiga o'xshaydi? Out USDga qarasangiz o'shanga salgina o'xshab ketadi. Так что tepa o'tvorish ehtimoli ham yo'q emas, bor. Hozircha biz ham mana bunaqa narsa bo'lib qolganday, flat holatday bo'lgan. Так что ehtiyot bo'linglar. GBP GPI kecha qaytib, kecha oldin kuni. M30 ga. To'g'risi ancha uncha yoqmayapti. Nimaga deysangiz, zonamiz juda ham baland. Bu joylarga borsak, harakat qilib ko'rsak bo'ladi. Sell zonamiz variant qilib berishi mumkin. Hozir buyga, bu sellga, riskli. To'g'risini aytaman, riskli. Men bu yoqdan ishlamaychidim. Tim bolli GBP GPI bilasizlar, men uni umuman yomon ko'raman. Tak. Variant bu, harakat qilib ko'ramiz. USD GPI tepa o'tvordi, o'shani kutib o'tirdim, lekin ko'rmay qoldim. Yana mana bu joyda olmagan bo'lsa, mana bu yoqdan ham ishlab ko'rsak bo'ladi. Tim bolli bizga mana bunaqa narsa kelyapti. Anchadan beri kanalda ichida yuribdi. Даже как-то так. Да. Вот так вот bizga kanalda harakat qilamiz. Qancha ko'p tiygan bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladi bizga. Sell zona, birinchi sell zonamiz va ikkinchi sell zonamiz. Bu yoqdan ishlab borish ehtimoli kamda, no. Ko'ramiz.
buzib o'tsa, keyin boshqa planimiz bo'ladi. Lekin mana bunday kelib qolib, chiroyli bo'ladi tepaga olib qo'yishga. Juda ham chiroyli bo'ladi. Tak, GWP-GP o'zi asosiy pastga ketish ehtimoli bor, no? Bitta qaytib bilan pastga ketish ehtimoli yuqori. EURGPA chiroyligina yurib bergan edi. EURGPA yana bitta bay harakat qilib ko'rsa bo'ladi. Birdaniga mana buni ham olib ketishga harakat qiladi menimcha. Sell zonamiz mana bu yerdan bor. Sellga harakat qilib ko'rsak bo'ladi. Bunaqasiga va bunaqasiga. Variant. Keyingi zonamiz faqat tepaga bo'ladi, bu ham 30 ga ekan. Keyingi zonamiz juda ham tepaga. Yoqmayapti. GP225 ni ko'raylik bir. Bu уже mana bunaqa narsani ko'rsataman deyapti-ku. Da nimaga deysangiz, kanalda chiqib ketgan. Endi esa kim xohlasa mana bunday narsani ham qilib olish mumkin-da. Ko'rib turamiz. Asosiy joyimiz mana bu. Bu yerdan 05, 032, 023 holatidan harakat qilib ko'rsa bo'ladi. Tim bole minimumni olib ketibdi. Kecha buni ko'rmay qoldim. Tak, ladno. Esicha mana bu joylardan ishlab ko'ramiz. Mana bunday qilib buy zonamiz bor. Bu yerdan yana nimamiz bor? Bu yerdan bitta imbalanschi ham qolib ketdi. O'sha imbalansdan ko'rsak bo'ladi. U nima degani? Bu GP225. Agarda bu tepaga ketsa, bu ham tepaga ketishni boshlaydi. Agarda qarasangiz, impuls. GP225 impuls. То есть asosiy mana bunga baribir qarab turishimiz kerak. Bu bilan analizimiz tugadi. Hammaga xayr, salomat bo'linglar. Hammaga omad tilayman va chiroyli profitlar bo'lsin. Bugun salgina ko'proq video bo'lib qoldi, yarim soatlik. Nasib bo'lsa ertaga уже ko'ramiz ishlab berganini va harakat qilamiz yangi analiz qilib qo'yishga. Hammaga omad.